Nechidan boshladik? Endi sal chiroyli qilib qo'ygan bo'lishim, teng bo'lish emas, doim bo'lish qiziq. 25 bo'lsa, 24 ga ketsa qanchasi qoladi? M nechi edi? Qachondir 0 dan kichikroq chiqarib qo'yadi, -0. Murakkab emas, hammasi joyida ekan, bo'ldi. Ya'ni gipotenuz uzun bo'ladi. Mana bu joy. Barchaga assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan 2009-yil variantlarini davom ettiramiz. 5-variant ishlab kelgansizlar. Chiqmaganlarni ko'rishni boshlaymiz. Bir chekkadan. Birinchi 10 talikda bormi? 10 talikda. Ketdik. 10 talikda yo'q. 15 tagacha. 16 likka o'tib ketdik. Xo'p, yaxshi. 16-misol. 16-misolda 16 x yo'q, boshqa ekan. 15-savol ekan. n minus m n plus k m minus k oraliq berilyapti. 0 dan katta k, m k dan katta, n hammasidan katta. Eng tinch yo'li modul ochish qoidasini bilishimiz kerak. Plus bo'lsa plus olib tashlaymiz. Minus bo'lsa modul ichi oldiga minus tushadi. Tushunarli? Ketdik. Birinchimiz 0 dan katta son tanlaymiz 1, 2, 3. Menimcha hammaga eng ma'qul sonda bu 1, 2, 3. To'g'rimi? Eslarga keladi 1, 8, 16. Yo'q, 1, 2, 3 tinch hammaga. Ketdik. Mana bu n'imiz 3, m'imiz 2. Ayirsa qanaqa ishora chiqadi? Ishora musbat, plus yozib qo'yamiz. Keyingisi n'imiz 3, k'imiz 1 qo'shilsa bu ham aniq musbat. Keyingisi m 2, k 1 ayirsa minus. Tushunarli bo'ldimi yo'q? O'sha tepaga yozgan ishoralarim modul oldiga tushadi. Ya'ni plus tushsa foydasi bormi? N minus m o'zi ochiladi. Plus tushgani bilan ishora nima bo'ladi? Minus. Modul olib tashlayotgan paytda minus ichkariga kirdi. Tushundinglarmi yo'qmi? Mana. Ma'qulmi shu joyi? Ya'ni qo'shiqcha kirib ketganda kirib ketyapti. Endi mana bu minus oldiga tushdi. Ichiga kirib keta olmaydi, chunki ikkita minus nima bo'ladi? Plus va u oddiy m minus k dek yoziladi, ishora yo'q chunki. Ana endi m lar qisqardi. Tushunman. Mana manfiy qilib qo'yibmanmi? Musbat ekan bu ham. Uzr. Musbat ekan. Musbat oldinga tushsa nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Minus ichkariga kirsa minus m plus k. Naborot bu qolar ekan m'larimiz, qaranglar. Mana. Hisoblaymiz. N ga sherik qisqardi, k lar qisqardi, nima qoldi? Minus 2 ta m qoldi. Tushundinglarmi mana? Ikkinchi usul bor. Ikkinchi usul. Xo'p. 1, 2, 3 tanlaganlar. Hammasi tepa sonlarni qo'yib chiqasizlar sizlar ham. Mana bu joyga 3 dan 2 ni ayiramiz. Hamma tushundim bir chiqqan. Mana bunga 3, bunga 1 tanlang, 3 ga 1 ni qo'shamiz. 4. Moduldan nima chiqadi baribir? 4. O'rtada minusi bor. 2 dan 1 ni ayirsam, 1, tashqarida nimasi bor? Mana bu minus 3, bu bilan minus 4. A variantni o'qinglar, javobi nima turibdi? 2 ta k plus 2m mi? Minus 2m ekan. Shu a ni o'rgatib bo'ldi. Mana bu mamlaqa javob chiqyapti. Bizni k larimiz bilan m larimiz soni bor-da, olib kelib qo'yamiz. Javob minus 4 chiqishi kerak. K imiz 1 edi, javob 2 chiqadi. M imiz 2 edi, 2 kere 2, 4 ayirsa minus 2. Bizga nima kerak edi? Xato javob ekan. Mana qaysi variantda bor? D da ekan. Minus 2 ta m turibdi. M nechi edi? 2 edi. 2 kere 2, 4 minus 4 degan javob bo'ladi. Tushundinglarmi ma'nosi? Bu ham tinch usuli. Keyingisi qaysi? 18. 18 da bir nechta natural sonning yig'indi 85 ga teng. Bir nechta. Nechtalarga aytilmayapti? Masalan, a plus b plus c va hokazo oxiri x teng nechiga? 85 ga. Hamma rozimi? Atalab a1 a2 a3 demayapman. Tushunarlimi? Xo'p, progressiya emas-da bu. Agar shu sonlarni har biridan 2 ni ayirib, yig'indi hisoblansa 61 chiqadi deyapti. Har biridan a dan 2 ni ayir, b dan 2 ni ayir, c dan 2 ni va x dan nimani ayir?
va hammasini qo'shib chiqindi deyapti. Nechta chiqadi javob? 61. Tushundinglarmi yo'q? Savollar yo'q-a? Zo'r. Diqqat, savol deyapti. Yig'indida nechta son qatnashgan mana? A, B, C da nechta harf bor deyapti. Tushunarli? Xo'p, menimcha sistema qilib nima qilish kerakligi ko'rinib turibdi. Nima qilsak yaxshiroq narsa bo'ladi? Ayirsak. Ayirsak. Ayirib olsak A'lar ketadi. Tepada son yo'qda, ya'ni yo'q bo'lsa 0 borda, qo'pol qo'y. 0 ayiru -2 +2 bo'ladimi? Tepada soni yo'q, -2 ni ayirsam nima bo'ladi? +2 +2 va hokazo hammasida plyus nima chiqadi? Muammo borda 2 dan nechta degan, to'g'rimi? Xo'p, 85 ayir 61. 24. Savol, 2 dan nechta bor? Kim aytadi? N desam bo'ladimi? Nechtadir n ta? 24. 2 ni bu yoqqa bo'lib yuborsam n teng nimaga? 12 ta. Ma'nosi 2 dan 12 ta bo'lsa, bu 2 har bitta harfda bo'lsa, harf ham 12 ta bo'lgan ekanda. Tushundinglar ma'nosini? Bo'ldi. Demak, mantiq o'ylasanglar 2 dan nechtasini qo'shsam 24 chiqadi. 14 tasi. Tushunarli? Keyingisi 25 gacha bormi? 19, 20, 21 yaxshi chiqdim qolganlar. O'xshashi. Xo'p, oxirgacha qaysi biri? Mahmuda qaysi deydim boya? 28. Xo'p, 28. Buni bir ko'rgandik shekilli, bir ham qachondir ham. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagi uchidan tushirilgan balandlik va mediana nisbati 725. To'g'ri burchakli uchburchak bo'lgan. To'g'ri burchak uchidan tushirilgan balandlik va mediana 725. 7 bo'lsa 7x, 25 bo'lsa 25x bo'lgan. Shu uchburchak kichik katetini, men bu taraf kichikmasini A deb o'yladim. Katta katetga nisbati, B ga nisbati A ni B ga bo'lib ber debsiz mana. Ma'qulmi? Bo'ldi. Xo'p. Tak, boshladik. Bir narsa aniq, 90 dan tushirilgan mediana gipotenuzani yarmi, ya'ni gipotenuz uzun bo'lardi. 2 barobar uzun deb 50x qilsam rozimisizlar? Qayerdan 50 chiqqan tushundinglarmi? 2 barobar. Bo'ldi. Keyingisi mana bu qoidadan-da m teng s taqsim 2 dan foydalanyapmiz. M ga 25x keldi, 2 ni proporsiya qildik, s 50x chiqdi, tushunarli mana. Bo'ldi. Bu tayyor. Keyingi masala. Mana bu joyimizni topib olsak bo'ladimi? Kichkina joychan. Mana bu yerda. Tak, bu nimaga teng bo'ladi? Bunimiz menda hozir boshqacha taklif ham kelyapti-da. 25x bu yog'i. Yo'q, masalan, mayli, bunday qilamiz. Mana bu joyda topamiz. O'zi asli 24x, lekin uni bilmaganga olamiz, y yetib turamiz, qaranglar. Ketdik. Y kvadrat plus 49x kvadrat teng 625x kvadrat. Nima bo'lgan tushundinglar, ha? Pifagor qildim kichkina uchburchagimizni. Bu yoqqa olib o'tsam agar y kvadrat teng 576x kvadrat. Ildiz bersam 24x. Mana bu joy 24x bo'lgan ekan, tushundinglarmi? Unda savol, bu joy necha x bo'lgan? Qarang, mana mediana ham o'rtaga tushgan narsa. Mediana vazifasi qoq markazga tushardi o'rtaga. Unda bu yog'i 50x bo'lsa, bu yog'i 25x bo'lgan. Bu yog'i ham 25 bo'lsa, 24 ga ketsa qanchasi qoladi? 1x qoladi. Tushundinglar ma'nosini? Tushundinglar-a? Endi savol. O'zimiz zo'r bitta qoida bor edi. A taqsim b ni qovus kvadrati teng x y degan. X taqsim y. Mana bunaqa qoida bo'lardi. A kvadrat teng xs, b kvadrat teng ys degan avval qoida bo'lardi, esinglardan? Katet kvadrati o'zini soyasini ko'paytiramiz gipotenuzda degan qoida bo'lardi. Shu sistema bo'lib olib isbotlab bergandik sizlarga. A taqsim b ni qovus kvadrati teng x taqsim y degan qoida bo'lardi. Kakras A taqsim b ni so'rayapti. A taqsim b ni kvadrati teng A ni tagidagi soyasi x, b ni tagidagi soyasi mana bu joy. Hammasi soyasi. To'liq mana bu soyasi tagida. 49 x lar ketdi. Ildiz berdim. A taqsim b 1 taqsim 7. Demak, 1/7 nisbatda bo'lingan ekan yoki 1 taqsim 7 nisbatda bo'lgan ekan. Bu boshqa yo'l. Endi men bu yoqqa kelardim ustoz, mayli, lekin mana fikr menda yo'q edi, to'g'risi. Esimga kelmabdi shu joy. Desa, nima qiladi qaranglar. Mana bu uchburchakni, mana bu joyni kamida
Pifagor qilib a ni ham x li qilib oladi. Tushunarli? Mana bu joyni Pifagor qilib b ni ham x li qilib oladi. Ikkalasi ham x lik bo'lingan payt qisqarib ketadi. Tushundinglarmi? Bir xil javob chiqadi. Xo'p, keyingisi. 33 chiqdimi? 33. Zarina. Xo'p, 33-misol. 33da K'ning qanday qiymatlarida mana shu f x teng sinus x minus kx. Funksiya o'zining aniqlanish sohasida o'sadi. Xo'p. Qaranglar. Mana shu funksiya o'zining aniqlanish sohasida o'sish uchun funksiyaning o'sish yoki kamayish oralig'i degan nima qilardik biz? Hosil olib turib noldan katta yoshdan kitoblarda ko'rgandek bunaqa savollar. Sinus x minus kx katta yoki teng 0 i qayt. Hosilasi demoqchi edim. Funksiyani hosilasi katta yoki teng 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi qoidasi? Hosil olishni boshladim. Sinus hosilasi cosinus x minus x ga nisbatan olsam mana bu son faqat k ni o'zi qoladi. Katta yoki teng 0 dan. Cosinus x katta yoki teng k dan bu yoqqa o'tdi mana. Endi cosinus har doim -1 bir javob chiqarganligi uchun -1 bilan 1 ni chegaradagi sonlarni tanlash foydali k ga. Masalan, k ga 1 tanladi. Masalan, 1 tanlasam cosinus x doim 1 dan katta yoki tengmi? Xato. Kimdir aytadi, ustoz teng bo'ladi-ku, lekin qachondir deydi. Qachondir, doim emas. Tushundinglar gap? Bizga doimiylik qiziq. Teng bo'lish emas, doim bo'lish qiziq. Xo'p, unda 0 tanlab ko'rdim k ga. Cosinus x har doim 0 dan katta yoki tengmi? Har doim. Qachondir 0 dan kichikni chiqarib qo'yadi, -0.5 chiqarib qo'yadi. -3 taqsim 2 chiqarib qo'yadi. Xolos, to'g'ri, doim emas. -1 tanlasam, cosinus x katta yoki tengmi? Doim -1 dan. Cosinus x katta yoki teng. Mana buni qiymatlar sohasi -1 bilasizlar o'z bunikini. Oradan xohlagan sonini cosinus chiqarsin-da. Har doim -1 dan katta. -1 tanlab qo'yganda ham to'g'ri keladi. -0.5 tanlasa ham to'g'ri keladi. 0.9 tanlasa ham to'g'ri keladi. Har doim to'g'ri keladi. Tushunarli? Demak, k ga -1 tanlasam o'xshadi. -2 tanlaydi masalan. -2 dan katta bo'lishini aniq. Bu degani k -1 dan kichkina sonlarni tanlash kerak. Tushunarli? -1, -2, -3, -1.5 bo'lsa ham mayli. Muhim -1 dan kichkina bo'lsa, doimiy ravishda to'g'ri keladi. Tushunarli? Mana shunaqa o'ylashinglar kerak. Bo'ldimi? Yana qaysi savol? Ishlaganlar qani? Zarina bormi? Ha? Masalan? Ha. 22 ni o'rgatishim mumkin. 22 da y teng 7 ta x minus 14 ko'paygan tangens x. Funksiyaning hosilasini toping. Hosil olib ber deyapti. Bu nima bo'yicha olinadi hosila? Ko'paytma bo'yicha hosil olinadi. Xo'p, avval 7x dan hosil olamiz. Y hosilasi 7x niki 7, 14 niki 0. Ko'paygan tangens x joyida qoladi. Plus mana buni o'zi ko'chirilar desinglarda bo'lsa, ko'paytirib. Tangens niki 1 taqsim cosinus kvadrat x mana des. Tushundinglarmi? Hech qanaqa murakkab emas, hammasi joyida ekan, bo'ldi. Endi sal chiroyli qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, mana bunday qilib tepaga chiqarib 7x minus 14 taqsim cosinus kvadrat x deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Tushunarli? Bormi? C javob. Bo'ladi. Demak, qolganlari o'xshash, to'g'rimi? Tugatsak bo'ladi.